Assalomu alaykum qaynog'imiz ashaddiy obunachilari. To'xtalish ko'p bozorida video qo'ya olmadik. Akalarimiz ishini olib chiqyapmiz endi. Havas qiladigan darajada. Sog'liq saqlagan. Yolimiz orqasidan tanimadi. Akamiz, sizlarga akalari, hammalari ish o'ta qizg'in. Aytib o'tganimizdaqa akalar olmaylar, bemalol chiqilaveringlar xotirjam. Voy aka, G'olibimiz aka, Sekin aka boshladikda. Aka to'pkami yo'lamiz tayyor. Bizda aytganimizdek gibishni apparatimiz. Hozir apparatimiz o'zimizda ish qilinyapti. Xudo xohlasa, umuman ulg'ich bo'lmayapti. O'ta. Kelamiz sanjonlari sog' bo'lsin. Akamiz ham adashmasam yo Quvasoy yo So'q tarafdan kelamiz. Ovozlari, shevalari, narsalari topdi. Kelib olib ketishyapti, xudo xohlasa. Yo'lobdek olib bersizlar. Hozir chiroyli qilib berdik. Xo'p, narxlarni aytadigan bo'lsam 1.450.000 so'mdan ketaveradi. 1 million mana mashinasi 1.50.000 so'm. Bu yoqilib, mana bu video uchun olingan. Yoqilgan qarang, hatto yoqilganda ham sifat narsasini yo'qotgan. Bu sezilib ko'rinib turibdi. 1.50.000 so'mdan 1.50.000, 1.200.000, 1.250.000, 1.300.000 so'm. Har xil ketaveradi narxi tepaga chiqib, xo'p. Eng afzal narsa nechta men pastda nomer qoldiraman. Shu pastda nomer qoldirilgan nomerlarda agar biznikida utechka chiqsa, biz qaytarib olamiz. Xo'p. Mashinamiz 1.200.000 so'm. Xo'p, 25 bo'ladi o'tinxonasi, og'zilari katta bo'ladi. Xo'p, mashinasi 1.200.000 so'm. Aytib o'tgandek 5-6 list akalar. Shu narsani unutmanglar. Bizniki qalay, kelasiga bilinyapti. Xudo xohlasa ish o'ta qizg'in. Ulgurmayapti, negativlar yozdi. Sahib edim, shuncha oldindan aytdim men. Akalar ulgurmayapti. Avvalgilar, oddiy mana. Oddiy yozilmayapti mana. Faqatga mana Kamoldinga bitta uy nomerlari, hechga mana nimaga Zaynadinga hechga mana ketyapti bitta. Bu akalar 10 yozilgan ulgish yo'q, ulgish. Pastda nomer zagasliklar xudo xolasa yetkazib olib beriladi. 220.000 so'mga O'zbekiston bo'yicha uyni eshik tagiga olib beradi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Akalarimiz uchun bitta like, podpiskani unutmaysizlar bitta.